Ikkilamchi kreditga uy xohlab yurgandingizmi? Men sizga Korolevskiy etaj 2-etajdan 2 xonalik plusiga 6 metr balkonlik uy taklif qilaman aziz obunachilar. Qo'lingizda 12 ming, 13 ming yoki 15 ming yaxshi dollar bo'ladigan bo'lsa, 100% mana shu xonadon sizniki bo'ladi azizlar. Xo'p. Asosiy eshikdan kirib chiqishsiz bo'lyapti. To'g'rida prixoshka uchun bemalol joylarimiz mavjud. Proyekt bo'yicha razdelniy sanajlarimiz hamda xonadonning ikkinchi xonasi ko'rib turganingizda mosha bo'ladi ishtirok qo'yganlar. Ikki taraflama bo'lyapti, ham vetrini ushbu xonadonimiz. Ko'rib turganingizda gaz, suv, svetdan umuman muammosi yo'q. Ko'rib turgan barcha mebel texnikasi bilan birga sotilmoqda ushbu xonadonimiz. Aytib o'tganimdek 6 metr balkonimiz anchagina keng, ikki taraflama vetrini bo'lyapti. 4 qavatlik panellarning Korolevskiy 2-etajda bo'lyapti ushbu xonadon. 43400 yaxshi dollar barakasi uchun o'tiladigan joyi bor. Lokatsiyamiz bo'lyapti 6-mikrorayon 70 ostanovka. Kimga qiziqib qolib o'tganimizda quyidagi raqamlarimizda bemalol chiqishingiz mumkin.